Maqollarda keltirilishicha, tadbirkorlik sabr bilan yuriladigan yo'l. Bugungi kunda ishbilarmonlar safini kengaytirish, ularga keng imkoniyatlar yaratish borasida qator yumushlar bajarilyapti. Raqobat qo'mitasining Qashqadaryo viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan tadbirkorlik sohasidagi majburiy talablardan ularning xabardorligini oshirishga oid seminar-trening o'tkazildi. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Qashqadaryo viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan Prezidentimizning 2024-yil 14-noyabrdagi PF 184-sonli farmoni, ya'ni tadbirkorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan tadbirkorlar subyektlari ishtirokida seminar trening tashkil etildi. Seminar treningda biz tadbirkorlik sohasidagi majburiy talablar bo'yicha tadbirkorlarning xabardorligini oshirish to'g'risida tushuntirish va ma'lumotlar berib o'tildi. Savdo-sanoat palatasi viloyat hududiy boshqarmasida bo'lib o'tgan tadbirda ustun mavqega ega bo'lgan subyektlar, tabiiy monopoliya subyektlari va yuqori likvidli hamda monopol mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar ishtirok etishdi. Bundan asosiy maqsad tadbirkorlarga qonunchilik talablariga amal qilgan holda faoliyat yuritishiga ko'maklashish va qonun buzilishlarining barvaqt oldini olish mexanizmlarini takomillashtirishdan iborat bo'ldi. Endi bu bo'yicha ham javobgarlik choralari kuchaytirildi. Intellektual huquqlarni himoya qilish bo'yicha. Agar o'zgani tovar belgisidan ruxsatsiz foydalanish oqibatida kontrafakt mahsulotlar ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, ko'p miqdorda. Oldin jinoyat javobgarligi yo'q edi, endi jinoyat javobgarligi belgilandi. Oldin jinoyat kodeksimizda bitta modda bor edi. Tafakkurni mualliflik turdosh huquqlarini buzganligi uchun 149-modda bo'lsa, endi 149 prim 1, prim 2, prim 3 moddalar bilan to'ldirildi. Ya'ni javobgarlik choralari kuchaytirildi. Nimaiki bu, ya'ni tadbirkor, masalan uchun akamiz katta tadbirkor, bushku mahsulot ishlab chiqaryapti, bozorga o'ziga ega mahsuloti bor, lekin bushku mahsulot ro'yxatdan o'tkazilgan, brend darajasiga chiqqan, lekin o'zgani brendiga adashtirib yuborish darajasida aynan o'xshash qilib bitta harfni o'zgartirib chiqarayotgan bo'lsalar, demak, javobgarlik chorasi, ma'muriy javobgarlik bor edi shu vaqtgacha. Bu avgust oyida qabul qilindi. So'zga chiqqanlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yildagi tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni haqida batafsil tushunchalar berdilar. Ishbilarmonlarga yaratilayotgan qulaylik yangi O'zbekistonimizni yanada yuksaltirishlari uchun ham zamin yaratadi. Muhtaram Prezidentimiz aytganlaridek, biz doimo izlanib, yangilikka intilib yashaydigan tadbirkorlarimizni o'z ishiga fidoyi va jonkuyar vatanparvar insonlar deb bilamiz va ularni qadrlaymiz.